Ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Nimaki yaxshi niyat bilan ehson qila turgan bo'lsa, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Oqibatlarimizni Alloh xayrli qilsin. Muxlislardan alohida iltimos qilamiz. Sizlardan iltimos. Maydonga qarab yugurib chiqavermaylik. Uloq ko'pkarlarimizni to'xtab qolishiga sababchi bo'lmaylik. Polvonlar sizlarga tegishli. Kimdir tizginni ushlab olib, takani ber. Mana shu marrani olib borib tashlaysiz, zo'ravonlik yo'q. O'zingizni odamingizmi, bemalol takangizni olib chopavering. Begona polvonga zo'ravonlik qilish yo'q. Qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Barchamiz qonunga bo'ysunishga majburmiz. Qonun bor, mana shunaqangi uloq ko'pkarilar mana yurtimizda chopilyapti. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan uloq ko'pkarilarimiz sport o'yinlariga kiritilgan. Barchamiz mana shu sport milliy o'yinlarimizga qatnashib chopyapmiz. Xursand bo'laylik. Polvonlarimizga barchalariga omad tilaylik. Otvozlarimizga omad tilaylik. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz, muxlislarimizga barchalariga xush kelibsiz deymiz. Hozir qorakalarimiz duo qilib berishadi. Qorakalarimiz duo qilishganligiga qadar sovrin boshini ham kirib ketmasa kerak. To'y boshlarimizni ozgina to'yxonada marosimlari bor ekan, o'tkazib boshqa qilib ozgina kech qoldi. Uning uchun polvonlardan, xalqdan uzr so'raymiz. Mana bu yerda ichki ishlar xizmat qilishyapti. Ichki ishlar xodimlariga ham katta rahmat, salomat bo'lsinlar. Ularga ham xonadonlarida hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin. Ichki ishlar xodimlari qaytasiz birgila olib qo'y. Yuqori marramizga Nodir polvon, Borsham, Qaysham, Abdurashid Hojiboyimizni nabiralari, Almardon polvonni o'g'illariga nasib qilyapti, omadlarini bersin. Borsham, Qaysham, omadlarini bersin. Dengiz tulporlari maydon egalari Abdurashid Hojiboyimizning Dengiz nomli oti bilan yuqori marramizga bir sarkaga tashlab qilyapti. Hali polvonlar harakatingizni qilib chopaverasiz. Navbatdagi marramiz bir plet bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. 200 ming so'm solim qo'ydi, omadlarini bersin. Xo'p, Komiljon akamiz, Komiljondan Teksofdan 200 ming so'm solim kelgan. Birodar akamizdan bir sarka solim keldi. Yangi Qo'rg'on Baxtiyorjon Qassobdan 1000 rubl rossiyskiy. Yangi Qo'rg'on Sohil oshxona Ibrohimjondan bir sarka 10 kishilik choyxonaga varchur. Omadlarini bersin Ibrohimjon akamizni ham. Solim olib kelgan do'stlarimiz yoddan chiqib qolgan bo'lsa kelib aytsalari e'lon qilib qo'yaylik. Qani polvonlar harakatingizni qilaverasiz, bir plet bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakat qilamiz. Harakat qiling polvon. Farg'onoq bilan Akram polvon mahkam bo'lay. Farg'onoq bilan polvon Akram polvon. Harakat qiling polvon, oxirigalar mahkam bo'lasiz. Qani chopamiz polvon. Yerda harakat qilamiz yigitlar. Atajonovlarning ko'pkarisi 2-marra solimlari. Qani mog'oldi polvonlari, Cholpon polvon mahkam bo'lay. Qani polvon, oxirigalar mahkam bo'lasiz.
Qani oxiriga bormoqchiman bo'lay. Adashmasam Gagarin bilan Cho'lpon polvon. Qani Onosh polvon mahkam bo'lay. Malay Murodjon akamizning Gagarin nomloti bilan Mo'g'oldi polvoni, Cho'lpon polvon akamizni farzandlari, Cho'lponbek polvon omadlarini berib berasiz. Omadlarini bersin polvonlar. Gagarin nomloti bilan Qani Onosh polvon oxiriga mahkam bo'lay. Gilam demadim sizlarga sovrin beray turganlar. Plet yozib berilgan bizga. Biz bir plet pastga chopasiz, bir gilam yuqoriga chopasiz. Qani polvonlar harakat qilamiz yigitlar. Yuqori marramizga Qo'qon Yaypa, Onosh polvon, yurtimizning chempion polvonlari, omadlarini bersin polvonlarimiz. O'zini dadalari Qo'qon Yaypa Murodjon akamizning Gerkules nomloti bilan bir gilamga tashlagan polvonimiz Onosh polvon. Barralar pulli bo'lsa, omadlarini bersin. Murodjon akamiz ham umrlari uzoq bo'lsin.